ota-onamizni ziyoratidan ulug' ziyorat yo'q akalar. Ana shu hayotimizdagi eng oliy ziyorat ota-onani ziyorati. Ota-onadan uzoqda tursangiz, ro'zg'oringiz, uyingiz alohida bo'lsa, tez ota-onani oldiga boring, ziyorat qiling. Ota-onani oldiga borib ziyorat qilishdan ulug' ziyorat yo'q azizlar. Solih farzand ota-onasiga mehr bilan qarasa, Alloh uning har bir nazariga bitta mabrur hajning savobini bitadi deb Rasululloh aytdilar. Shunda sahobalar agar bir kunda 100 marotaba qarasachi deb so'rashganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh ulug'dir va yaxshiroqdir deb marhamat qildilar. Mana shu Rasulullohni ularni savoliga bergan javoblari, ya'ni Alloh ulug'dir va yaxshiroqdir degan javoblarini ulamolar